Nefes sistemimizde en ağır dərdi var qarindaşlarga nəhayət ölçümlük hər qanday adam öyle qılalaydigan quvvet isil bolğan reseptin birini sözlep paydalanıp qalğan bolsаңlar. Mesela bununla ketra, ademgiya, küçük boy yıldızı, müştahidin bir qıtımlığa 10 gramda 30 gram ketidi. Ve adetten de çoğun kepte olsun buludu veya ki başka olsun buludu. Hem başka deyimiz, başkanın çoğun keptenin gücü güçlürek buludu. Şunu selip işçi gücüme. İşçi silip aşına kaynatıp aşına istimal kılsak kardeşler nahayet yaxşı ünümünü göstermiş o. Üpkini güçteydi o, umum bedenini güçteydi o. Hatta ki üpki teşlik gitey diyen bozumu ünümünü pek yaxşı gösterdi. Bunu bir 2 ay 3 ay yapırış gerek. Eğirrak boğan kardeşlerimizin kartta. Yani birisi üpkiga suv tushgan avvalgami paydo qiladi. Tasodifiy shu üpkisiga suv tushgan qarindoshlar bo'lsa, shuna optab tushadi. Bir oppoq kiyim kiyamda bir qat yening havo issiq hozir. Yelingrak kiyimdan bir qat kiyib, beshimizga, bo'ynimizga bir narsa yo'g'ilib, beshimizni ishlab kiyib olsak shu kunlik bir yarım saatdan az bir chirimsan bir 20 minutdan adette ak biraz kiyime ak kiyim kechak nurni qaytarib o'tadi emasmi? Shu dümbisini aptab qaqlab basmi shu üpki sistemasiga nəhayət yaxshi manfaat qiladi. Tasodifiy üpkisiga suv tushgan qarindoshlar bo'lsa, jigdi yeb bassa yoki börek suv tushgan, üpki suv tushgan mushu qarindoshlar shu nima yeb bassa, jigdi yeb bassa, jigdan nəhayət yaxshi manfaat qiladi, suyini tatidi. Undan boshqa shu üpkisiga suv tushgan qarindoshlar hem de tasodif aynı avvalda bo'lib qolsa bizda shunga qarata o'lchamlik bir yasab qo'ygan shu mahsulot bor. Shu üpki sistemasiga bek esil yaxshi unumini ko'rsatgan esil mahsulot bor. Tasodif hozirgacha shuni iste'mol qilib kelayotgan qarindoshlar shunda suyunib iste'mol qiladi, unda hatto bolalarga bersak bo'ladi. Tasodif Aşda bir mahsulotga ehtiyojinglar bo'lsa biz yo'llab bersak bo'ladi va yoki sog'lomlik bilimlari kerak bo'lsa mana endi dori qaytib olish orqali so'rab foydalangan bo'lsanglar, masalan shu gayl ujumnisi bo'ladi, bo'lmaydi bu deydigan bir gap bor, bir adash shunda bir kuchab so'zlab ketdi, inson qaddi bo'lmaydi, nima yeydi, havo tutib yemdi yoz kunisi, bo'layverdi yesa. Şuna onda kuchab so'zlab ketishning zarurati yo'q. Uni yesang zodi bo'lmaydi, aqmaydigan gapni qilgan odam yo'qkan. Yoz vaqtida uni yemay nima deydi? Yozning ne'matlari o'rik. Mesela ürekni chiqarib yeb bersak, ürekda odatda kaliy mo'l, shangjo'da kaliy mo'l. Shu kaliy kamlikning shu bo'yin madan chiqqan jajag'ishan deymizmi? Shu kasallik paydo bo'lish nisbati yuqori bo'lib qoladi. Shun qarindoshlar biz yemek gayim meyve çivilerden biz bedenimizde ihtiyacı olan nurgun ilmintla aşının terkibi var. Tasodifiy şu çıkavatkan hazır meyvelerden o bombayda yeveriş gerek hazır köptür. Doyurucu yemesek mi? Gayim şu kankan öylep giden qarindoshlar onu yemeğinde de bunu yemeğinde deydigan bir gap var. O adamın mı yep vermesini mi yeydi? Bedende güç oluş gerek, şu kesellik karşı durulgan beden, adam bedende immunot güç bulmasa kesellikten bozuk ediyor. Şun qarindoshlar, gay adamlar hem kişilerin anlamagan bir gapning demdi. Bize şu bu yandan tomoğları yerilip gitgidek vaqirib so'zlab ketgan, onu yeme, bunu yeme, ishingni qil deb gapiradi. Biroq to'yg'icha emas, azdir ko'plar yeb bersak bo'ldi. Shunday demakchi, men bir doktor, undan boshqa ozuqshunos tasodifiy aşında bir sağlamlık bilimleri gerek olsa sonra paylansang bo'ladi. Unda başka yürek kan tomirlari qarta, mayda yürek tirek salımızda de undan başka şu kan tomiri to'silabdi, men qil kan tomirlari to'silabdi degan yürek kan tomirlari to'silabdi degan avvalda biz shular qarta baldiroq tutib chiqish kerak. Belki de kechiktirib o'tmay. Nəhayət ölçemlik mayda yürek olsun, ne olsun, toşlu şartlardan ölçümlük hesaplı mesaflarımız var. Çıkıp bir söyündüğü gidek. Meyde kankan öylep duran kardeş olsun, hem bize ait ölçümlük mesaflarla var. Tasavvur lazım olsa, biz bu alaklasan oldu. Ben Hocabullah Ünlüdarım 18 09 77 66 170 Salamet Musak